أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli birodarlar, 4-darsimizni boshlaymiz. 4-darsimizda nun harfini va ya harfini va ba harfini o'rganamiz inshaalloh. Nun harfining talaffuzi o'zbek tilidagi n tovushi kabidir. Nun harfini boshda yozilish shakli, nun harfini o'rtada yozilish shakli va nun harfini oxirida yozilish shakli. Na, ni, nu, an, in, zin, man, min, nam, anta, nimta, antum, nimtum, nazi'u, nazinu, amarna, umirna, mararna, murirna, amrarna. Endi ya harfi. Ya harfining talaffuzi o'zbek tilidagi y tovushi singaridir. Ya harfini so'z boshida yozilish shakli, ya harfini so'z o'rtasida yozilish shakli va ya harfini so'z oxirida yozilish shakli. Ya, yi, yu, ay, aymu, zaytu, maytu, ra'yu, ramyu, yaman, maryam, mayzan, mayman, ayman, amrayni, zaytayni, aymayni, maytayni. Keyingi harfimiz ba harfi. Ba harfining talaffuzi o'zbek tilidagi b tovushi kabidir. Ba harfining so'z boshida yozilish shakli, ba harfining so'z o'rtasida yozilish shakli, ba harfining so'z oxirida yozilish shakli. Ba, bi, bu, ab, ibnu, bintu, baytu, baynu, raybu, zaynab, barbar, bayram, abram, minbar, بأمرين ببيتين
minbarayni zaynabayni. Aziz hurmatli o'quvchilar, bu darsimiz ham yakunlandi. Inshaalloh keyingi darsimizda davom ettiramiz.